Tövəndə dehqanlarga texnika, köç və yükseliş namlıq kitabdan maqala biz və dünya toğrısqa qaramağan bolğıymıdı. Biz və dünya toğrısqa qaramağan bolğıymıdı. René Descartes büyük feylasuf ve matematik. O matematikada Kartesian koordinati sistemisini bayqagan bolup, onu bayqaş jarayani naiti addi ve özgüçü bolgan. Yani o toğrusqa qonup algan bir çivindin ilham elip, tefekkürünü kanat yaydurup, bu matematikalik kanuniyetini tepip çıqqan. Bununğa dair hikaye mundaq. René Descartes 1600 yıllarının birinci yerimide Fransiyada yaşagan. Onun sağlamlığı yaxşı bolmagaçqa, kichikiden tartıp ətigende orundan vaqtçı turatdı. Köpünçe hallarda karavatda yetip pikir yürgüzetdi. O bir günü ətigende adeti boyunca toğrusqa qarab yetip xiyal sürüvatqanda bir çivinnin toğrus ətrafıda uçup yürgününü ve tamğı qonğununu gördü. Çivinnin arkti qarab yetip tosaptın onun kalısıga Muşu çivinnin toğrus yoki tamdaki o'rnini matematikalik usulda to'g'ri ko'rsatib bergili bo'larmi degan xiyol kelib oldi. Shuning bilan u bu haqda cho'nqur o'yga batdi. O to'g'risidagi tik siziqlarga, ya'ni tam bilan to'g'risining kesishgan girvaklariga qarayotganida kallasiga ajoyib bir fikr keldi. Agar tamning bir bulung'ini tovanchak, ya'ni 0 nuqtasi qilib belgilasak, chivinning o'rnini bilish uchun iksan bolsulu kupayı qılıdı. Bu iksan çivinning bir tamdaki girvakdan qanchalik yiroqlikda ekanligi, gorizontal va vertikal siziqlar bo'yicha va yana bir tamdaki girvakdan qanchalik yiroqda ekanligi, o'xshashli gorizontal va vertikal siziqlar bo'yicha din iborat. Bu ikki siziq o'zaro tik bulung hosil qilib kesishidi. Çivin mayli qayerga qo'nmasin, Muşu iki girvak bilan bo'lgan orliqni o'lchash orqali uning tushgan o'rnini jupsan shaklida aniq ifodalagili bo'ladi. Descartes darhol o'rnidan turib bu fikrni qog'ozga yozib oldi va oddiygina chivinning uchib qo'nish harakatini kuzatishdan dunyoga kelgan sistemaga keyincha uning latincha ismi Renatus Cartesius bo'yicha Cartesian koordinat sistemasi deb nam berildi. Keyin bu bayqashdan maydonga kelgan usul keng turda qo'llanildi. Masalan, bugungi kunda biz ishlatayotgan GPS va jo'grafiyalik xarita sistemalari, sharqiy uzunlik, shimoliy kenglik deganlar dal mushu prinsipga asoslanib aniq o'rinni ko'rsatib beradi. U yana geometriya bilan algebraning bog'lanishini kuchaytgan bo'lib, ilgari doira, 3 bulung deganlar faqat rasm shaklida sizib ko'rsatilgan bo'lib, bularni ifodalab ko'rsatishning boshqa yo'li yo'q edi. Descartesning koordinat sistemasi maydonga kelgandan keyin siziq yoki chambarni tanglama sifatida yozish imkoniyati tug'ildi. Demak, olmaning tokkida qilib yerga tushishi, daraxt ostida yotgan Newtonni cho'nqir xiyolga cho'ktirib, olamlik tortish qonunini bayqashiga turtki bo'lg'iniga, shuningdek boshqa nurg'un ulug' bayqashlarning oddiygina ishlarni vosita qilib maydonga kelganiga o'xshash, Kartesian koordinat sistemasi Descartesning intayin kichik bir turmush tafsilotiga, ya'ni to'g'risiga yaqin joyda uchib yurgan bir chivinga bo'lgan qiziqishi va bu haqdagi cho'nqur xiyolidan tug'ilgan. Ajaba tarixda buyuk madaniyatlarni yaratgan ajdodlarimizdan birari to'g'risiga qaramagan bo'lg'imidi? Yaş çağlarımdan tartıp özümge moşununga o'xshash savollarni qo'yatdim va javobini tepishga urinib baqatdim. Oliy maktabni yengilib putkizgan chog'larimda, ya'ni 1993-yil iyulning bir kashligi go'zal O'ytog' yaylig'i bag'ridagi uyimizda o'zimni bo'la oladigan men temisdagi yozmamni yozib 1995-yil Urumchida bir jurnalda e'lon qildim. Ana shu yozmamda nemishqa Newtondek o'ylay olmaganligimning sababini yozgan edim. Ilova
Bu əsərimni Egilik Tiklash Melodiyasi nomli ikkinchi kitobimga kirgizdim va ovozli asar ustida YouTube kanalimga chiqardim. Asiyaning kindikidan o'rin olgan vatanimiz qadimiy madaniyatlar kesishgan yer bo'lib, shu zamonda operida bo'lgan va yashagan ajdodlarimiz o'z zamonasida xeyli ilg'or madaniyatlarni yaratgan. Yo'qolgan ma'rifat degan kitobning avtori C. Frederick Starr apandi 2013-yil nashr qilingan O'rta Osiyoga munosabatli yo'qolgan ma'rifat degan kitobida ayni chog'dagi O'rta Osiyoliklar yaratgan madaniyat shajarlarini faktli tushuntirgan. U O'rta Osiyoliklar qo'lga keltirgan fan texnika natijalari haqida to'xtalib, ularning matematika, binokorlik, astronomiya va meditsina jihatdagi ilgirlashlarini alohida tilga olgan. U matematikalik bosishlar haqida mundaq yozadi. Sug'urish sistemasi terilg'i yerni aniq o'lcham bilan bo'lgili bo'ladigan qimmatlik va chakli tovarga aylantirdi. Asrlardan beri yer zamin bilan aplishish orqali bo'stonliqlarda mashg'ulot qilib kelgan yer o'lchuvchi mutaxassislar yerning umumiy doirasi va boshqa funksiyalarini hisoblab, kvadrat, uchburchak va boshqa shakllardagi yerlarni o'lchashning usullarini tepib chiqdi. Shunday bo'lganlikdan O'rta Osiyoliklarning geometriyalik usullarni to'plab biratilishi, amaliy qo'llanishchan algebraning birinchi sistemasini turg'izishi, trigonometriyani barliq keltirishi tabiiy ish edi. Bu rayondagi matematiklar ikkinchi va uchinchi darajalik ta'limlarni yeyishning prinsiplarini tepib chiqqan. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, turpanda ishlatilib kelayotgan karzlarni Uyg'urlar milodidan necha asr ilgari kashf qilgan bo'lib, bu mo'jizaviy sug'urish sistemasi ta hozirgacha hayot kuchini yo'qotmay keldi. Ajdodlar Tangri tog'dagi qorning erishishini hosil bo'lgan suvdan foydalanish uchun dastlabida tik quduq qazgan. Suvning turpan o'ymonligining o'tdak issiqida parlanib ketishining oldini olish uchun quduqlarni bir-biriga tutashtiradigan yer osti suv kanallarini qizib, suvni etiz va bog'voronlarga boshlagan. Bu naqadar yuqori texnika ha. Shuni qat'iylik va iftixor bilan ayta olamizki, qarzni kashf qilgan ajdodlarimiz zamonasining oldida bo'lgan matematik va injenerlardir. 2 yilning oldidagi Yaponiya sayohatimizda Osakadagi muzeyga qo'yilgan heliqi tarix sxemasini ko'rgandan keyin kallamdagi savol, acaba dunyoda shuncha cho'ng ishlar yuz bergan zamonlarda, bo'libmi Angliya sanoat inqilobi yuz berayotgan chaqlarda ajdodlarimiz nima ish qilgan bo'lg'iydi? Acaba to'g'risi qarmagan bo'lg'imidi? O'zgardi. Bu savolning javobi haqida izlanib ko'rib erishgan javobim mundaq bo'ldi. 17-asrda Angliyada sanoat inqilobi yuz berayotganda ajdodlarimiz tariximizdagi eng murakkab, zo'r tragediyani boshdan kechirayotgan bo'lib, bu asrda Uyg'urlarning siyosiy, ijtimoiy va diniy va iqtisodiy hayotida cho'kish bo'lgan. Siyosiy jihatdan olganda 1600-yillarning boshlarida Uyg'urlarning birlikka kelgan davlati bo'lgan Yarkand xonligi hali ham mavjud bo'lsa-mu, ammo turli ichki va tashqi omillarning ta'sirida ojizlashib berayotgan bo'lib, shu asrning oxirida halok bo'lgan. Olim va tadqiqotchilar buning sababini asosligi xon jamiyatining ichki qismidagi taxt talish jidili va tafriqchiliklarga, O'rta Osiyodan kelgan sobizm mazhabining katiboshlari bo'lmish xo'jalarning siyosiy g'arilishib, jamiyatni oq tog'liqlar, ya'ni Afaqiya va qor tog'liqlar, ya'ni Soqiya deb ikki cho'ng guruhga parchalab tashlashi, texmaddan eshib Uyg'ur jamiyatini chak-chigidim parchalab etishi. Hammada muhimi oq tog'liqlarning peshvosi bo'lmish Appa xo'janing raqiblarini yengish uchun Jo'ng'ar, ya'ni O'yrat Mo'ng'ullarining xoni G'aldanni askar chiqarishga taklif qilganligiga bog'laydi. Shuning bilan 1680-yili Jo'ng'arlar Yarkand xonligini ag'dirib tashlab, Uyg'urlarni Jo'ng'arlarning beqinisiga aylantirgan. Yerlik hokimiyat xo'jalarning qo'liga o'tgan. 1688-yili Angliyada ijtimoiy inqilob qo'zg'alib, xalq podshohni bosh egdirgan. Sanoat inqilobining uchqandagi yuksalishiga yo'l ochib, jimi foydali omillarni o'ziga mujassam qilgan hokimiyat muassasalarini qurayotgan paytlarda biz xonadonligimizni yo'qotib qo'ydik. U millat uchun cho'ng bir tarixiy, ijtimoiy, siyosiy fojia bo'lib, uning dardini keyingi avlodlar asrlardan beri tortib keldi va hali ham tortmoqda. 1600-yillarda Uyg'ur jamiyatida mazhabvozlik kirisi yuz berib, tasavvufchilik, ya'ni sopizm yo'linishi jamiyatning hamma qatlamiga singib kirgan bo'lib, xo'jalarga cho'qinish, murid bo'lish odatga aylangan. Kishilar oqtog'liq va qortog'liq deb ayrilib, o'zaro dushmanlashish avjiga chiqqan.
Bu ahvol Uyg'urlarning milliy birligiga ig'ir ziyon yetkazib qolmay, ularning bir tarafdan xurofiylikqa, yana bir tarafdan xo'jalar va jo'ng'arlarga qul bo'lishini keltirib chiqarib, Uyg'urlarni butunlay qaloq va mazlum holatga keltirib qo'ygan. Bu jaholat pirlarining xalqimizga keltirgan ziyonlarini 80 va 90-yillari marhum yozuvchi Nizomiddin Husayn apandi Madaniyat jo'rnida e'lon qilgan Jaholat pirlari Uyg'ur vatinda nomli chapma yozmasida atrofli bayon qilgan. Tarixda, bo'libmi qadimgi Ipak yo'lining taraqqiyotiga o'chmas to'plarni qo'shgan Uyg'urlar dengiz savdo yo'llarining yechilishi va taraqqiy qilishi, quruqlikdagi Ipak yo'lining xaroblashishi, shu chog'dagi qaloq ijtimoiy tuzum, hokim mutlaq va bekik siyosiy sharoit qatorliq bir-biridan ig'ir foydasiz omillarning ta'sirida millat sifatida taraqqiyotdan yiroq qolgan. Qisman Uyg'ur savdogarlar Beijing, ya'ni Qing imperiyasining poytaxti Hindiston, O'rta Osiyo va Rossiya bilan bo'lgan savdo munosabatlarini saqlab qolgan bo'lsa-mu, ammo bu qismanlik hisobida bo'lib, millatning umumiy taraqqiyot vaziyatiga cho'ng ta'sir ko'rsatilmagan. Xulos qilganda, Yevropa sanoat inqilobining gudiga kelinayotgan, jamiyat umumyuzlik yuksalishga qarab menayotgan 17-18 asrlarda Uyg'urlar ichki nizo va sirtdan kelgan aksiyatchil ruhoniy kelgundik kuchlarning tajovuzchilarning to'mir tapinida yanchilgan. Ana shundaq echinishli sharoitda moddiy va ma'naviy jihatdan zaiflashgan xalqda qandaqmi xotirjam yetib, to'rs qarg'idak mag'dur va ozodlik olma daraxti ostida o'ltirib, o'zining bo'yi yetmaydigan xiyollarni qilg'idak imkon va jasorat bo'lsin. Abraham Maslow'ning ehtiyojning qatlamlarga ayrilish nazariyasi bo'yicha qaraganda, ehtiyoj piramidasining eng tagidagi ehtiyojni qondira olmayotgan xalqda texnik taraqqiyot ehtiyojini qondira oladigan kuch va qudrat nima ish qilsin? O chaqda balkim ular uchun qarg'idak egiz to'g'rismi bo'lmaganda yoki olmaning beshini yerivatmaganiga shukr qilganda va yoki qo'rsoq ichib turgan tushgan olmani huzur bilan yab qo'rsoqni to'yg'izishni afzal bilgandi.